Erta bayram, xo'jayindan pul so'ramaysanmi? Hali boshlaganimizga hech qancha bo'lmadi-yu. Ha, egasi ham menimcha pul beradiganga o'xshamayapti. Bo'lmasa bayram ham yo'q ekanda. Aytma. Hormanglar. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Yaxshisiz? Bitay deb qopti-yu. Ha, harakat qilyapmiz. To'ygacha xudo bitiramiz. Ay, ishlaringizga Alloh baraka bersin. Ey, men nima uchun keldim? Bizning hisobimizcha qancha edi? 8 million edi-da, bari. 8 million bo'lsa, mana bu 10 million so'm. Hali bitirmadik-ku. Buni ushlang. Bu 8 million ish haqingiz, 2 million bayram uchun. Kecha kitob o'qiyotganda bobomning bir gaplari esimga keldi. Ustaning haqqini peshona terisi qurilmasdan oldin berish kerak. Mayli, bayramni yaxshi o'tkazinglar. Bunaqa odamlar ham bormi bu dunyoda? Men ham hayron, birinchi ko'rasan. Shu videoni barcha tanishlaringizga yuboring. Shunaqa mard odamlar ko'paysin.